Xo'jayinim meni xursand qilib har juma mana shunaqa hadya ko'tarib keladilar. Bu gal hadyamga nima olsamligini biroz o'yladim. Topdim. O'zimga yordamchi olaman. Nomer terdimu ishi jirilladi. Umrimizni uzaytirib, har xil mikroblardan xalos qiladigan RoboClean plisosini zakaz qildim. Professional xodimlar bu plisosni barcha xususiyatlari bilan sizlarni tanishtirishadi. 10 yil garantiya va servis xizmatini ham sizlarga taqdim etishadi. Havo tozalash funksiyasini yoqib menga ko'rsatishganda men ko'zlarimga ishonmadim. Qaranglar, qancha chang shu havodan nafas olamiz. Mana qatdan allergiya, gijja, astma kasalliklari kelib chiqyapti. Bu changlarni ko'rib, RoboClean plisosi va antibakterialni hamma mikroblarni o'ldiradigan sredствоsi bor ekan. O'shani solib, uylarni katta уборка qilishga qaror qildim. Plisos bilan oyna pollarimni ham yuvib tozalab oldim. Bitta ham dog' qoldirmas ekan. Mягкий mebellarni ham yuvsa bo'lar ekan. Bu plisos Aysha qizimiz sinovidan ham o'tdi. Birpasda oyog'i bilan loyqagan joylarini yuvib, quritib oldim. Dog'i ham qolmadi. Oddiy plisos ma'lum miqdorda changlarni havoga chiqarib yuboradi. Bu plisos esa hamma mikrob changlarni suvda olib qoladi. Gapim isboti bilan ko'rib turganinglardek chang kirlarni suvda ushlab qo'ygan. Germaniyada ishlab chiqarilgan bo'lib, bozor magazinlarimizda sotilmaydi. Meni nomimdan shu profilga yozib yoki telefon qilsanglar 10% skidka va shunaqa sovg'aga erishasizlar va pulini bo'lib berishga olsanglar ham bo'ladi.